O'zbekiston milliy jamoasi o'yinlari katta ekranda namoyish etiladigan 220 ta maktab ro'yxati e'lon qilindi. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, loyiha doirasida respublikadagi har bir tumandan bittadan jami 220 ta maktab tanlab olingan bo'lib, ularda milliy jamoaning jahon chempionati 2026 guruh bosqichlari Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi jamoalariga qarshi o'yinlari katta ekranlarda to'g'ridan-to'g'ri namoyish etiladi. O'zbekiston o'z tarixida ilk bor jahon chempionatiga yo'l olgani o'zbek rejimi uchun juda qo'l kelmoqda. Terma jamoaning ushbu yirik musobaqadagi o'yinlarini yurt bo'ylab to'g'ridan-to'g'ri namoyish etilishi, hatto ish vaqti o'yin vaqtiga to'g'ri kelib qolsa, uni 1-2 soatga surib qo'yilayotgani, bularning barchasi futbol atrofida katta ajiotaj uyg'otmoqda. Bunda hukumat va shaxsan prezidentning o'zi bosh-qosh bo'layotganini mazkur sport tadbiridan maksimal manfaat olishga intilish sifatida baholash mumkin. Chunki har qanday zamon va makonda yirik sport tadbirlari odamlarni haqiqiy muammolardan chalg'itib, ichida yig'ilib qolgan dard alamlarini ulardan biroz nari qilishga xizmat qilib kelgan. Futbol bo'yicha jahon chempionati ham bundan mustasno emas. Shunga ko'ra, o'zbek rejimi jamiyatning asl muammolari, qimmatchilik, ishsizlik va boshqa iqtisodiy qiyinchiliklardan odamlarni biroz chalg'ishi hamda ma'naviy, ruhiy bo'shliqni yashirish uchun mana shunday ommaviy sport shoulardan foydalanmoqda. Yana e'tibor berilsa, hukumat chempionat o'yinlari boshlanishidan oldin xalqqa katta qiyinchiliklar tug'diradigan naqd pul muomalasini cheklash kabi tartib qoidalarini joriy qildi. Bundan shunday tasavvur paydo bo'ladiki, o'zbek rejimi o'zining bunday qonun va qarorlari xalq orasida ulkan norozilik keltirib chiqarishini oldindan bilgan. Shu tufayli xalq cho'ntagiga va kayfiyatiga berilgan bunday og'ir zarbani biroz bo'lsa-da yumshatish va unuttirish maqsadida futbol atrofida katta qiziqish va ko'tarinki kayfiyat uyg'otish uchun katta ma'muriy va iqtisodiy resurslar yo'naltirilmoqda. Hech shubha yo'qki, hukumat sportdagi bunday muvaffaqiyatdan o'z siyosatini xalqqa chiroyli qilib ko'rsatish va imijini yaxshilashda hali ko'p foydalanadi. Xalqimizga aytarimiz shuki, siz futbol sevar xalq emassiz, balki islom sevar xalqsiz. Shunday ekan, hukumatning sizga ta'sir o'tkazib, o'zining abgor siyosati bilan tub manfaatlaringizni poymol qilishda davom etishidan g'aflatda qolmang. Uyg'oning.